Ikki chiziq. Qo'limdagi testga qarab dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. Bu bola erimdan emasdi. Chunki erim 1 yildan beri Rossiyada begona ayolning qo'ynida. Bu bola o'z qaynimdan, erimning o'z ukasidan edi. O'sha kuni qaynona-qaynotam dam olishga ketganda hovlida yolg'iz qolganimizda shayton bizni yo'ldan urdimi yoki tashnalik. Erimning xiyonatini eshitib qasos olishni istagandim, lekin o'zimni olovga tashladim. Endi nima bo'ladi? Qornimdagi bu gunohsiz gunohni qanday yashiraman? Bu mening iqrorim. Mening ismim Sarvinoz. Yoshim 34 ta. Oyna oldiga kelib o'zimga qarasam, hali husnim joyida, ko'zlarimda o't bor, lekin qalbim ming bo'lakka bo'lingan. Turmushga chiqqanimda men ham hamma qizlar kabi oppoq orzular bilan ostonadan xatlagandim. Baxtli bo'laman, suyukli yor bo'laman degandim. Lekin taqdirning peshonamga yozgani boshqacha ekan. Erim. U yomon odam emasdi, balki ichkilik uni shunday qildi. U ko'p ichardi. Har kuni uyga gandiraklab kelishlar, sababsiz janjallar, kaltaklar. Mening yoshligim qo'rquv va ko'z yoshlar orasida o'tdi. Uyimizda halovat yo'q edi. Bolalarim otasining qadami tovushini eshitsa, burchakka qisilib oladigan bo'lib qolishgandi. Oxiri erimdan ko'nglim butunlay qoldi. Ayol kishi hamma narsaga chidash mumkin, lekin xo'rlikka emas. Qaynotam va qaynonam bilan bir hovlida yashardik. Ular yaxshi insonlar, lekin o'g'illariga gaplari o'tmasdi. Kunlarning birida janjallardan bezor bo'lib, erim Rossiyaga ketaman, pul topaman, odam bo'laman deb qoldi. Men ichimda shukr qildim. Zora uzoqlashsak qadri bilinarmiz, zora o'zgarsa degan umid bor edi. Yoki shunchaki uning zulmidan qutulishni istardim. U ketdi. Lekin kutilgan yengillik kelmadi. Ro'zg'or yuki mening nozik yelkamga tushdi. Bolalarimni o'zim ishlab boqishga majbur bo'ldim. Erim. U na pul jo'natardi, na xabar olardi. Oylar o'tdi, telefon jiringlamasdi. Yaxshi o'tiribsanmi? Bolalarimiz och emasmi degan bir og'iz so'zga zor edim. Yo'q, u meni allaqachon unutgandek edi. Mana shunday og'ir, sovuq va yolg'iz kunlarimda menga dalda bo'lgan yagona inson, bu qaynim, erimning ukasi Dilshodbek bo'ldi. Dilshodbek hali uylanmagan, bo'ydoq yigit edi. U akasiga mutlaqo o'xshamasdi. Shirin so'z, muloyim, e'tiborli. U mening qiynalayotganimni ko'rardi. Og'ir sumkalarni ko'tarishimga yordam berardi, bozor o'charga qarashardi. Kelinoyi, siz urinmang, o'zim qilaman degan so'zlari menga malhamdek tuyulardi. Ayol kishi quloqlari bilan sevadi, deyishadi. Erimdan eshitmagan shirin so'zlarni, ko'rmagan e'tiborni men Dilshodbekdan ko'ra boshladim. Boshida men unga shunchaki uka deb qarardim. Lekin vaqt o'tgani sari uning nigohlarida boshqacha bir olovni seza boshladim. U menga shunchaki kelinoyi kabi emas, balki ayol kishi kabi qarayotganini his qildim. Va tan olaman, bu e'tibor menga yoqa boshladi. Chunki men 1 yildan beri erimning diydorini ko'rmagan, mehriga zor, yolg'iz ayol edim. Kunlarning birida Dilshodbek oshxonada yonimga keldi. Kelinoyi, zerikmayapsizmi dedi u ko'zlarimga tikilib. Bu savol oddiy emasdi. Unda yolg'izsiz, qiynalyapsiz, men buni bilaman degan ma'no bor edi. Yo'q, bolalar bilan ovoraman dedim o'zimni xotirjam tutishga urinib. Lekin yuragim dukillab urardi. Kelinoyi, siz juda chiroyli ayolsiz. Akam sizni qadringizga yetmayapti. Keling, siz bilan yaqinroq bo'laylik, iliqlik qilamiz deb Naglis ochiqchasiga aytdi. Men shokka tushdim. Quloqlarimga ishonmadim. Nima deganingiz bu, Dilshodbek? Men akangizning ayoliman dedim. Lekin ichimda allaqachon vulqon uyg'ongan edi. Uning taklifi g'ururimga tegsa ham tanamni titratib yubordi. Yo'q, kelinoyi, noto'g'ri tushunmang. Men shunchaki sizni yaxshi ko'rib qolganman. Aytolmay yurardim. Siz ham yolg'izsiz, men ham. Bir-birimizga tasalli bo'lamiz. Ko'rasiz, juda yaxshi bo'ladi, sizga yoqadi deb yana gap tashladi.
Men rad etdim, lekin qat'iy emas. Shu suhbatdan keyin oramizdagi parda ko'tarilgandek bo'ldi. Va keyin eng dahshatli zarba bo'ldi. Bir kuni qaynonam va qaynotamning suhbatini eshitib qoldim. Ular past ovozda gaplashardi, lekin men eshik ortida poylab turganim uchun hammasini eshitdim. O'g'lingiz Rossiyada uylanibdi. Boshqasini topib olibdi. Endi nima qilamiz? Kelin bilsa nima bo'ladi, dedi qaynotam. Yuragim to'xtab qolayozdi. Ko'zlarimdan yosh sizib chiqdi. Demak, meni unutgani, pul jo'natmagani, telefon qilmagani sababi shu ekanda. U boshqa ayolning qo'ynida, men esa bu yerda uning ota-onasiga xizmat qilib, bolalarini boqib o'tiribmanmi? Alam bo'g'zimga tiqildi. Nafrat qonimga singib ketdi. Menga xiyonat qildi. Meni xo'rladi degan o'y miyamda charx urardi. O'sha kuni yig'lab-yig'lab, oxiri ko'z yoshlarim quridi va o'rnimni qasos hissi egalladi. Dilshodbek mening holatimni sezdi. U har kuni menga kaboblar, somsalar olib kelardi. Kelinoyi, ariqlab ketibsiz. Nima bo'ldi? Biror dardingiz bormi? Menga ayting, derdi mehribonlik bilan. Men unga erimning xiyonatini aytmadim, lekin ichimda qaror qildim. Sen menga xiyonat qildingmi? Men ham sendan qasos olaman. Men ham baxtli bo'lishga haqliman. Fursat ko'p kuttirmadi. Qaynonam va qaynotam dam olish uchun Jizzaxga, Zomin sanatoriyasiga ketadigan bo'lishdi. 5 kunga. Katta hovlida men, bolalarim va Dilshodbek qoldik. Hovli huvillab qoldi. Lekin havoda qandaydir elektr toki bor edi. Dilshodbekning nigohlari endi yashirinmasdi. U o'ljasini poylayotgan ovchidek edi, men o'z oyog'im bilan tuzoqqa borayotgan edim. Kechki payt hovlini supurayotgandim. Quyosh botayotgan, atrof nimqorong'u edi. To'satdan orqamdan issiq tafni his qildim. Dilshodbek kelib meni belimdan mahkam quchoqladi. Men cho'chib tushdim, lekin qochmadim. Kelinoyi, dedi u bo'ynimga yuzini bosib. Menga bir kunlik vaqtingizni baxshida eting. Sizni shu qadar sog'inganmanki. Sizni shunday baxtli qilayki, butun umr esingizdan chiqmasin. Sizni yoqtirib qolganman. Uning qaynoq lablari bo'ynimni kuydirardi. Uning qo'llari vujudimni erkalardi. Men shokda edim. Lekin o'zimga ham bu shunday yoqib ketdiki. 1 yillik yolg'izlik, erimning xiyonati alami, ayollik ehtiyoji, hammasi birlashib aqlimni o'chirib qo'ydi. Men erkak kishining mehriga, kuchiga shu qadar tashna edimki, qarshilik qilishga kuchim yetmadi. U meni quchoqlab oldi, qo'yib yuborgisi kelmasdi. Ko'ksimdan, nozik joylarimdan eza boshladi. Og'zimdan beixtiyor "oh" degan nido chiqib ketdi. Bu ovoz uni battar junbishga keltirdi. Meni dast ko'tarib oldida to'g'ri yotoqxonaga olib kirib ketdi. Yotoqqa yotqizganda biroz hushimga kelgandek bo'ldim. Nima qilyapsiz, Dilshodbek? Bu gunoh-ku, dedim zaif ovozda. Hozir ko'rasiz, kelinoyi. Gunoh emas, bu rohat bo'ladi, dedi u ko'zlari yonib. U kiyimlarini yechdi. Qarshimda yosh, baquvvat, menga mushtoq erkak turardi. Erimning ichkilikdan sarg'aygan yuzi qayerda-yu, buning g'ayrati qayerda? U menga yopishib ketdi. Men ham qarshilik qilmadim. Aksincha, uning bo'ynidan quchoqlab, unga peshvoz chiqdim. O'sha tunda biz chegaralarni buzdik. U mening ustimga chiqib, butun vujudimni egalladi. Uning harakatlari shunday ehtirosli, shunday kuchli ediki, men o'zimni 7-osmonda his qildim. Erim bilan o'tkazgan yillarimda bunday rohatni, bunday lazzatni his qilmagan ekanman. U meni erkaladi, o'pdi, har bir hujayramni uyg'otdi. 2 soat tinimsiz ehtiros og'ushida bo'ldik. Dunyo unutilgandi. Uning issiq tanasi, mening chanqoq qalbim birlashib ketdi. Ishni tugatib, ikkimiz ham holsizlanib yotdik. Lekin bu charchoq shirin edi. Kech tushdi. Ovqatlandik. Lekin ikkimizning ham xayolimiz faqat bir narsada edi. Bolalarni uxlatdim. Dilshodbek yana keldi.
Bu safar erim bilan yotadigan yotoqxonamizga kirdik. Bu xiyonatning eng yuqori cho'qqisi edi. Erimning to'shagida uning ukasi bilan. Lekin bu o'y meni to'xtatmadi. Aksincha, bu senga jazo, xiyonating uchun javob degan o'y menga kuch berardi. Yana o'sha ehtiros, yana o'sha lazzat. Biz xuddi er-xotindek bo'lib qoldik. Men Dilshodbekka o'rganib qoldim. U erimdan ko'ra 1000 marta mehribonroq, epchilroq va erkakroq edi. 5 kun ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Qaynonam va qaynotam qaytib kelishdi. Biz yana odobli kelin va yaxshi uka niqobini kiydik. Hech narsa bo'lmagandek yurardik. Lekin ko'zlarimiz to'qnashganda o'sha olov uchqunlari sachrardi. Endi kunduzi birga bo'lishning iloji yo'q edi. Lekin tanamiz talab qilardi. Biz kelishib oldik. Kelinoyi, yarim kechasi tashqariga chiqsangiz men bilaman. Keyin xonangizga kiraman, dedi Dilshodbek pichirlab. Xo'p, dedim men. Yarim kechasi hamma uyquga ketganda men sekingina hovliga hojatxona bahonasida chiqardim. Bu Dilshodbek uchun signal edi. Men qaytib xonamga kirardim, eshikni qiya qoldirardim. Orqamdan sharpadek Dilshodbek kirardi. Qaynotam va qaynonam devor orqasida uxlab yotgan paytda biz tonggacha bir-birimizdan qonmasdik. Bu xavf, bu qo'rquv bizning ehtirosimizni yanada kuchaytirardi. Taqiqlangan meva shirin bo'ladi deyishgani rost ekan. Men o'zimni to'xtata olmasdim. Har kecha uni kutardim. Uning quchog'ida men o'zimni ayoldek kerakli va sevimli his qilardim. Erimning xiyonati endi menga unchalik og'ir botmasdi, chunki men o'z taskinimni topgandim. Lekin har qanday lazzatning to'lovi bo'ladi. Oradan 1-2 oy o'tdi. Menda o'zgarishlar boshlandi. Ko'nglim aynir, boshim aylanardi. Avvaliga yegan ovqatimdandir deb o'yladim. Lekin belgilar ko'payaverdi. Yuragimga g'ulg'ula tushdi. Dorixonadan olib kelib tekshirdim. 2 chiziq. Homiladorman. Oyoqlarimdan jon chiqib ketdi. Erim 1 yildan beri yo'q. Bu bola Dilshodbekdan. Qaynimdan endi nima qilaman? Bu sharmandalikni qanday yashiraman? Qornim kattalashsa hamma biladi. Qaynotam, qaynonam. Ular meni o'ldirishadi. Eri yo'q bo'lsa qayerdan orttirdi deyishadi. Dilshodbekka aytdim. U ham rangi oqarib ketdi. Nima qilamiz, kelinoyi, deydi qaltirab. U hali yosh, uylanish kerak, hayoti oldinda. Bu bola uning ham, mening ham hayotimni barbod qilishi mumkin. Hozir chorasizman. Bir tomonda erimning xiyonati, bir tomonda o'zimning gunohim. Bu bola mening qasosimning mevasi, lekin ayni paytda mening jazoim hamdir. Azizlar, men sizga bu voqeani ibrat bo'lsin deb aytib berdim. Erimning xiyonati meni sindirdi, lekin men noto'g'ri yo'ldan taskin izladim. Ayol kishining sabri tugasa, u har qanday ishga qo'l urishi mumkin ekan. Lekin oqibati juda og'ir bo'larkan. Endi taqdirim nima bo'lishini bilmayman. Balki bu sir ochilib sharmanda bo'larman. Balki bilmayman. Faqat bir narsani bilaman, xiyonatga xiyonat bilan javob berish bu yechim emas ekan. Bu yangi va yanada chuqurroq jarlik ekan. Mening hikoyamni eshitib, balki meni qoralarsiz. Haqqingiz bor. Lekin mening o'rnimda bo'lganingizda, o'sha yolg'izlik va alam o'tini his qilganingizda, balki meni tushunarmidingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'ling. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Xayr, o'zingizni va oilangizni asrang.